Hammaga salom, siz bilan Diyorbek Ibragimov kanalidagi yangi videoga xush kelibsiz. O'rtoqlar, Geek TVda bo'layotgan yangiliklar bilan tezda siz bilan bo'lishib o'taman, chunki vaqtim kamroq. Bilmayman, 5 minutga sig'dirmoqchiman sizga bo'lishmoqchi bo'lgan informatsiyamni. Hozirda o'rtoqlar, Rick va Morty multseriali va nihoyat 25-may kuni start oladi. Biz uni tezda tarjima qilib 26-may kechga taraf Telegram kanalimizga, o'sha premium guruhimizga yuklab qo'yamiz. Salom og'aynilar! Rick, Morty. Ayni vaqtda hozir obuna sotib olishni, guruhimizga o'ting. Bu yerda hozir Griffinlar, Chorasizlar, Gravity Falls, Yengilmas seriali chiqib boryapti. O'sha multseriallarni ko'rishingiz mumkin va hozir eng qulay vaqt Rick va Morty'ni eski seriyalarini ko'rib olib, tayyorlanib olib, keyingi hafta boshlashga. Qancha vaqt qoldi? Juda ham kam vaqt qoldi. Shunday ekan, hoziroq tushinglarda obuna sotib olinglar o'rtoqlar. Narxi qimmat emas, bitta obedda pulidan kamroq. Shunday ekan, qisminglar bir oy mazza qilib tomosha qilasizlar. Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ysanglar, aproslar bo'ladi. Mana shu aprosda tanlangan seriallar bizda keyinchalik tarjima qilib, doimiy tarzda chiqarib boriladi kanalimizda. Va o'rtoqlar, yaxshi yangilik, hozir platforma ustida ishlayapmiz. Tez orada shu platformani ishga tushirib yubormoqchimiz. Keyin siz bemalol yotib olib, o'sha televizorda yoki telefon orqali uni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. O'rtoqlar, hamma qulayliklarni yaratib qo'yamiz va nihoyat Geek TVning ham o'zini joyi bo'ladi. Siz komfortda uyda xohlagan joyingizda umuman telefon orqali tomosha qilsanglar bo'ladi. Men Telegramda ozgina qiyinroq bilaman, lekin hozir shunaqa yo'l tutilyapti. Va yana ozgina o'zgarishlar bo'ladi shu oy davomida. Uni endi Telegram kanalimiz orqali bilib boraverasizlar. Menga hozir xalaqit qilishyapti har xil SMSlar bilan. Video o'yin masalasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, video o'yinni men sizlarga qanchadan beri va'da qilyapman tayyor qilishimizni. Video o'yin tayyor bo'ldi. Uni o'ynasa bo'ladi to'liq. Otido o'ynasa bo'ladi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Hammasi o'zbek tilida. Tasavvur qilyapsizlarmi? Oddiy gapirish boshqacha, hozir ko'rsataman qanaqa bo'lishini o'yinni. Bu bema'nilik ssenariy. Qanchalik g'aroyib ekanligimni qandaydir landovur ssenarist yaxshi biladi demoqchimisiz? G'aroyib bo'lish ko'proq o'rgimchak odamga xos. Yo'q, o'sha chek. Voy, bu nima? Endi har bir qadamimni kuzatasizmi? Ammo bu o'yinda hali hech narsaga erishganim yo'q. Mayli, ko'raylikchi. Oh! Bu o'sha o'yinlardan bo'lar ekanda, ha? Qiziq, bu yerda nima bor ekan? Ajoyib. Ertalabga qo'ymoq hidini yoqtiraman. Bu g'alabani hidi. Bu nima bo'lishi mumkin? Janurgir piva yetar. Regeneratsiya tufayli baribir mast bo'la olmayman. Yetar endi. İçkiyimmi? İçkiyim deyishga o'rnyapsanmi? Salom, janob Deadpool uchun yetkazma. Bu yerga qo'l qo'ying, iltimos. Xullas, o'yinni o'ynasa bo'ladi, lekin yagona muammo bor. Bizga hozir homiy kerak. Bu o'yinni sizga taqdim etishimiz uchun homiy kerak. Shunday ekan, men bu YouTube orqali gapirishga qo'yasizlarmi sizlar? Endi qo'yishadi. Shunday ekan, YouTube nima bu? Gapirishib xohlashib. Shunday ekan, YouTube orqali men hozir murojaat qilyapman. Men shu homiy agar bo'lmoqchi bo'lgan kompaniya qanaqa kontaktlaringlar bo'lsa, bizga murojaat qilinglar, bizga yozinglar, biz o'sha gaplashib, hamkorlik qilishga harakat qilib ko'ramiz va iloji boricha mana shu video o'yinni sizga taqdim etamiz. Bu o'yin sizni kutib qoldi, siz o'yinni kutib qoldingiz. Shunday ekan, kelinglar birgalikda harakat qilaylik, hammaga chiqaylik, yozib ko'raylik. Mana shu o'yin bor ekan, homiy izlashyapti Geek TV degan studiya. Iltimos chiqinglar ularga yoki iltimos gaplashib ko'raylik degan ma'noda.
va biz mana shu narsani amalga oshirganimizdan so'ng tezda video o'yin sizni qo'lingizda bo'ladi, barcha blogerlarning qo'lida bo'ladi. Hamma o'ynab ko'radi bu o'yinni o'zbek tilida. Bu uchun menga sizlarning yordaminglar kerak, umuman bizga sizlarning yordaminglar kerak. Buni albatta bajaramiz degan umiddaman. Qolgan barcha qiziqarli narsalarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizga tushinglar. Albatta guruhimizga obuna sotib olinglar o'rtoqlar. Bu sizlarni poddershkanglar, shu poddershkanglar bilan birgalikda biz yangi kontentlarni chiqarib boramiz. Sizlar so'rayotgan narsalarni tarjima qilamiz. Faqat bizni studiya bilan sizlarda shunaqa feedback bor, sizlar so'ragan narsani biz bemalol tarjima qilib berishimiz mumkin. Shunday ekan, aktivniroq bo'linglar, obuna sotib olinglar, har xil videolar tayyorlab chiqaringlar Instagramlarga, bizga odam yo'llashga yordam beringlar. Shu Instagramga qanaqa video chiqarsanglar ham Geek TVga silka qoldirib qo'yinglar, shapkanglarda misol uchun. Bu katta yordam. Qanchadir odam kirsa, biz xursandmiz shu narsadan, bizni ishimiz qanaqadir effekt beryapti degan fikrga kelamiz. Shunaqa o'rtoqlar, aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. E'tibor uchun katta rahmat. Xayr, omon bo'ling.